talaban bo'libdi. Ey, Turay, ey. Turay, orada. Kecha juda ham zo'r kiyimlar oldik o'zimizga. $75 obunachilar ikkalamiz ekan 75 Sen o'zingni ham ust boshingni ko'rsatording? Ko'rsatdim obunachilarga. Mana meni ust boshim obunachilar. Maniki necha baho berasizlar? Pulimiz yetganida shu. Qolganiga bo'lsa o'stiradigan narsalarni sotib oldik. Ha, hozir stak. Mana o'stirdik, mana kecha bir stagini ishlatdik, bugun ham ishlatdik. Kim men senga yordam beraman, kecha yordam bermagan. İşler. Obunachilar, mana bizlar огородni qilib bo'ldik. Bu ikki tarafini men qildim, bu ikki tarafini bo'mish qildi. Do'stlar, hozir yomg'ir yog'ayotganida biz qilib oldik va yana ekib oldik. Chunki yana aytmoqchi biz sotib kelishimiz kerak men bularni. Davay, ha. Ey, mana urug'lardan olaylikmi? Yo'q, urug'lar o'zimizda qolish kerak. Urug'lar o'zimizga olamiz ketdik. Kartoshka va bug'doylarni olib boramiz. Sotib oladim Merxon, Merbek. Mana o'skinlarni o'g'irlab ketamiz. Qani Mer yo'q bu yerda. Shu yerdami? Yo'q. Yo'qmi? Unda Mer keyinroq pulni beradi. Oylik pulni beradimi Mer? Yo'q, olib borsang beradi. Oyligini beradimi yoki ketganmi? Bilmadim. Oyligini. Birinchi marta topshirib ko'rishimdan o'zim. Merni topish kerak. Birinchi marta hosil olishim. Yoki Mer. Mana Mer. Assalomu alaykum Mer. Assalomu alaykum. Mana bizlar огородni ekildik. Hozir. Mana beryapman. Mana berdim. Bersang tezroq, hey. Mana olib qo'ymasin bu pulni. Yo'qsa. Mer, ketib qolmang, mana unishdi. Bo'ldi. Ana oldi. Endi bizga pul berasizmi? Oylikmi yoki bu? Ha, hozir beraman men sizlarga. O'yla. Mana sizlarga ikkitamiz. Bo'ldi. Rahmat. Ikkitamiz 200 $. Rahmat. 200 $, ikkitamiz. Bittani 100 dan narsa. Anani sotib olsak. Ha, aytmoqchi biz blogerlar qishlog'idamiz. Qani o'stirib kelamizmi? O'stiraymi mana ularni? Yo'q, o'zi o'sadi. O'zlarimizga biz aytmoqchi non sonlar sotib olishimiz kerak. Yo'q, mana pechkaga qarab kartoshka bor. Obunachilar bizda kartoshka. Bizda kartoshka bor ekan. Men birinchi marta ko'rishim. Yo'q, o'tgan safar men sotib qo'ygandim yo'g'i. Tegiga bir narsa kerak. Mana bu yerda o'tin chopish mumkinmi deya so'rab ko'ramiz. Yo'q, so'ramasdan o'g'irlaymiz. Davay, yur uzoqroqqa borib chopib kelamiz hech kim. Baba biz ustimiz boshimiz zo'r bo'lgan bilan ham baba bo'mishligimizni tordamiz. Davaychi, toshlarni ham qo'yib chiqamiz. Ketdik yur. Yo'q, sana qilib oldim. Qilsa bo'ladi ekan. Nega sotib olding? Ha, ikkalamiz ish olmaz ekan. Sen yomon ekansan. O'zimiz nima yerni tagidan kovlab chiqqanimizda ham. Sen tosh kovlab chiq. Men daraxt olib kelaman. Qon yo'qmikan shu? Bunachilar biz hamma narsani qilib oldik. Bu chiqyapti hozir. Kechda yana boramizmi? Yana kelamiz. Men ko'proq yer boyligidan oldim. Ko'mir bormi? Ko'mir? Nechta? Ko'mir ishlamoqchi edim men. Ko'mir bor ekan. Tegiga ko'mir qo'y. Kechasi ham bo'lyapti. Mana zo'risidan bitta ishlab qo'yaman ko'mirlarni. Zo'risidan ketgacha. Uyimizni istadi. Biza juda ham sovuq qotayotgandik. Men uyimizni istadim. To'xta. Nega? Daraxtlardan ozroq bersang, men o'zimga toshli narsalar yasab olaman. Sotib oldim. Bir tashladim-ku sandiqda. Sandiqqa qara. Qolgan daraxtlarni qoldirib qo'y. Mana pechkani isyapman.
Bugun men juda ham charchadim. Ertaga balkim borarmiz konga. Daha keçen olib ketdik. Shuning uchun ertaga borgan yaxshi. Ha, aytmoqchiman, konni 2 ta olmos topdim. Qani? Mana. O mer verdik. Короче. Mer berdi. Lekin men shuni kondan olib chiqdimmi? Demak, konni olib chiqqan bo'laman. Beke patato. Ay ertaga istirashimiz kerak. Da, uxlash kerak. Ay telefonimiz. Ay yo'q. Огород ishlash kerak yana ishga tushish. Merga yana sotib bersak bo'ladi ekan. Kecha Qani tez ishlash o'rgataman obunachilar. Qaranglar 1 2 3. Obunachilar bizlar mana aytganimdek tez ishlab tashlaylik. Hozir bizlar tez ekib tashlaymiz. Mana ekib ham bo'ldik. Ko'rdinglarmi? Bizlar tezkor odamlarmiz. Pishmagan xommi, aynib ketganini nima qilamiz ekan? Tashavvur uni berma. Yo, beramiz uni ham ichiga kartoshkalarni ichiga. Obunachilar mana bizlar merzlar. Ana mer to'xta ekan yurizimdan. Menimcha majlis bo'lyaptimi deyman. Yo'q, hech kim yo'q yonida. Yonida hech kim yo'qmi? Qani siz? Men qayoqqa ketdi? Qayoqqa Menimcha ketdi? Sumyaniga ketgandir-da. Yo'q. Mer yo'q. Mana mana. Daryoda turgan ekan. Mer, assalomu alaykum. Mer mana sizga. Va alaykum assalom. Hosillarni olib keldik. Mana hosillarni olib keldik vaqtida. Endi bizlarga qimmatroq to'laysiz degan umiddamiz. Ha, sizlarga qimmatroq to'layman. Beray bo'mich. Berommi? Bersangchi qachonmi? Mana bu potato qo'limdan tushmayapti. Tusha qol qo'limdagi potato. Olib bo'pti. Mer endi bering, qancha berasiz? 4 ta olmos beraman hozir. Mer 4 dan? Da. Nima desane? 4 ta olmos berdi-ya. Ha, kam emas-ku. $400 bo'ladi. Faqat bu yoqda dollar berar ekan. So'mlik bermaydik. So'mlik yo'q ila. Ha, aytmoqchi, bugun nima qilaylik? Shaxtaga tushaylik. Olmos topib chiqamiz balkim. Mana ko'mirlarni isitishga qo'yish kerak ekan. Kuchliroq qil ko'mirlarni. Bu davay tushaylik. Yur. To'xta. Mana uydan sotib olaylik. Sotib olsa bo'ladi ekan versakdan. Bersak. Ha? Sotib oldim. Men ham sotib olaychi. Men olmos sotib olgim, nima sotib olgim kelmayapti. Kirkov. Nimaga? Ha, bor ekan. Ketdik. Olmos ketami? Ketdik. Oldimmi? Ketdik. Mer bilmasa bo'ldi-da. Qatga tushamiz, yur kon topaylik. Boyaga joyga men qovlaganchi. Ketdik. Hech kim bo'lmasa kerakmaymi? Qarab tur. Qaddaydi. Teshikcha. Bu yoqda emas edi. Ana uyda-ku. Qani? Maymi? Ha, mana shu. Qarab, yon atrofga qarab. Hech kim yo'q, sakra. U yerda emasdi. Qayerda? Hozir bizlar qishloq aylanib kelmoqchimiz mana bo'mich bilan. Bo'mich. O'zing kambag'alsan, eshikdan chiqa olmayapman. Semirdan o'xshaydi. Semiz. Cho'p qiltirib. Qani bu yerda ishchilar yo'qmi? Jamol. Jamol. Ana Jamol. Qani? Mana eshik yo'q ekan. Eshik yo'q uydami? Mana shu Jamol emasmi axir? Qani? Loy qo'yaylik yo tosh? Tosh qo'yaylik. O'zidan so'rab ko'ramiz. Jamol qarayapti. Ismisi nima ekan ismisi? Jamolni nima qilamiz aytgancha? Bilmadim. Men quloq tutib ko'raylik-chi nima deyapti ekan. Ha, bu ikkita bovush Do'mberlar shahriga, qishlog'iga kelib olib, o'zicha berdi yuragiga kirib olib, nimalar qilyapti bular? Men bularni konga tushib ketganini ko'rdim va daraxtlarni chopganligini ko'rdim.
ber endi ularni hozir bir yerga aytib beraman, ertalab bo'lsin barchasini bergandaman va bu ikkita bobushni qamataman. Hey, buni yo'lini topish kerak. Nima deganini ketdik. Hoy, buni yo'lini topish kerak. Qanaqa topish qilib kerak. chiqishi? Vashi Mashina realni qatdan bildi? Yoki bizlar sen ko'rmay qolgan paytingda u qaragan bo'lsa-chi? balki Mayli uyga yuraylik. shunaqa. Ertaga ko'ramiz. Endi uxlamoqchi bo'lib turgandiga hozir Jamol men eshikni ochgandim, hozir Jamol aytdi-da, men sizlarni chaqiryapti dedi. Nega? Bilmadim. Ertaga borsak bo'lmasmidi? Jamoa aytgan Hozir kelishimiz o'xshaydi-da. kerakligini aytdi. To'xta, kirkamni tashlab olib qo'yish mumkin. Menga haqqi yo'q, tezroq yur. Hish, to'xta. Bolta olib. Boshiga urgan. Ha, bir nima qilib qolsa. Telbasanda. To'xta! Kirka olib. 2 soat vaqtni ol. 2 soat vaqtni. Sani vaqting yo'qmi? Kistamga solib qo'yaydi o'shani. Mana kistamga sol. Yo'q, samimi. Tezlash. Orqangdan o'rgimchakka A, yotdi. kissangga solmasang, olib qo'yish mumkin. Ketdik qani, mer uxlayotgandir balki yoki bizlarni kutayotgandir. Bu yoqda Qat'iy bo'lishi ekan. mumkin. Yo'q, uni ham qayerdagi lokatsiyasini aytib ketmagan. Topishimiz kerak. Menimcha uyga. Qani ekan, mer. Cho'kak qani? Mana. Mer, nima demoqchisiz bizga? Ey, nima demoqchi? Ha, men sizlarni qamataman. Endi sizlar meni qamog'imda yashaysizlar. Tushundinglarmi? Sizlar demakki beso'roqsiz konlarga va daraxtlarni chopib beribsizlar. Endi sizlar qamalasizlar. Kim aytdi bizlar qachon konga daraxt kesib biz qayerdan? Jamol aytdi menga, Jamol. Jamol sizni aldagandir balkim. Menga farqi yo'q. U ko'rgan bo'lsa bo'ldi. Dalilim meni shu. Endi ikkalanglar men bilan yuringlar. Bo'ldi, xo'p.